Mamlakatimizda tabiiy resurslarni asrash, biologik xilma-xillikni saqlab qolish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida Ovjassoy, Moviy tog'lar, Piskom, Farg'ona milliy tabiat bog'larini tashkil etish va Pop milliy tabiat bog'i hududini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida Prezidentimizning qarori qabul qilindi. Bu mamlakatimizda ekologik muhofaza tizimini yanada takomillashtirish, noyob flora va fauna turlarini saqlab qolish, shuningdek, ekologik turizm salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Qarorga muvofiq Toshkent viloyatida ikkita yirik milliy tabiat bog'i tashkil etilishi belgilandi. Ulardan biri Ohangaron tumanida 9,2 ming gektar yer maydonini egallagan Ovjassoy uchastkasida joylashadi. Ushbu hudud o'zining betakror tog' landshaftlari, boy o'simlik va hayvonot dunyosi bilan ajralib turadi. Shuningdek, Bo'stonliq tumanidagi Burchmulla davlat o'rmon xo'jaligiga qarashli qariyb 157 ming gektar yer maydonida Piskom milliy tabiat bog'i barpo etiladi. Sababi bu hudud yirik tog' tizmalari, daryo vodiylari va tabiiy ekotizimlari bilan ekologik jihatdan muhim hisoblanadi. O'zbekistonda ham quruqlikdagi yer maydonlarini muhofazaga olinishligi va 30% darajaga yetkazishlik ko'zda tutilgan. Bugungi kunga qadar O'zbekistonning muhofaza etiladigan tabiiy hududlari umumiy yer maydoniga nisbatan 14,3% tashkil etadi. Yangi tashkil etilgan milliy bog'lar va Pop milliy tabiat bog'ining yerlari kengaytirilishi hisobiga ushbu hududlar 15,7% tashkil etmoqda. Shuningdek, Namangan viloyatida mavjud Mingbuloq va Pop adaliklaridagi 33,6 ming gektar davlat zaxira yerlari hamda ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon xo'jaligining 91,2 ming gektar yer maydoni qo'shilishi hisobiga Pop milliy tabiat bog'i hududi qariyb 125,3 ming gektarga yetkaziladi. Shuningdek, 2026-2027 yillarda respublikada issiqxonalar faoliyatini kengaytirish va modernizatsiya qilish ustuvor vazifa etib belgilandi. Xususan, Sherobod tumani hududida kamida 940 gektar maydonda zamonaviy yuqori samarador issiqxona majmualari joylashtiriladi. Bu orqali yil davomida sabzavot va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmi keskin oshiriladi. Shu bilan birga isitish tizimlarida energiya tejovchi va muqobil energiya manbalari ulushini kamida 50% ga yetkazish ko'zda tutilgan. Shuningdek, yer uchastkalari elektron onlayn auksion orqali ijaraga berilganda 5 yil davomida ijara to'lovi 0 stavkada belgilanadi. Bundan tashqari issiqxonalarni sug'orish va texnologik jarayonlar uchun foydalaniladigan oqova hamda yer osti suvlaridan foydalanganlik uchun to'lovlardan 3 yil muddatga ozod etiladi. Anomal sovuq ob-havo sharoitlarida ekologik talablar to'liq bajarilishi sharti bilan vaqtinchalik ko'mir yoqishga ham ruxsat beriladi. Bu esa issiqxonalar faoliyatining uzluksizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Mirzonim Ruslanbekov, Abdullaxo'p Vahobov, Hudud informatsion tahliliy dasturi uchun maxsus.